Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunday toza zot yo'nalishiga urug'likka qo'chqor ishqibozlar. Akalar, bugungi videomizga qo'ylarni zo'rlaridan olib kelibdilar. Xudo xolasa shu qo'ylarni sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshidan bitidan like bosib, kanalda yangilar obuna bo'lib tursalar, xudo xolasa biz videolarimizni boshladik. Bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, shu arzonchilar, optimchilar Tepaqo'rg'on qishlog'ida Islomjon akamizni qo'yib beramiz. Assalomu alaykum Islomjon aka, zo'msiz? O'zingiz yaxshimi? Zo'msiz? Assalomu alaykum obunachilar, akalar, xudo xolasa videoni oxiriga ko'rib turing. 5-4 minut video qilib beramiz. Ma'noli, mazmunli video qilib beramiz. Akalar, zotga qidirib yurgan akalarimiz bo'lsa, bitta qo'chqor, bitta sovliq kelgan akalar. Bu birinchisiga qo'chqorda azor qilamiz. Keyingisiga akalar, buni sherigi bor, sovlig'i bor. Videoni oxiriga ko'rib, videoni boshida like bosib qo'ying. Biz uchun manfaatlisi uchun ham manfaatli bo'lgan video qilib beramiz. Xo'p, Akmaljon, birinchisiga qo'chqor. Birinchisiga qo'chqorni ham haqiqiy go'zaldan ekan. Qora variantidan aka. Quloqlari 20 pilusda, 20 pilusda. Jonivor. Yoshlari video boshlashga mana 4 ishga to'ldiryapti. 4 ishga endi to'ldiribdi. Xudo xolasa Bo'yiga 1 metr pilusga. bo'yi mana 1 metr pilus. Qanaqa ko'rinyapti bilmadim-u. Haqiqatan lekin tepasiga kelib ko'rib olgan ham yutadi. tepasiga kelgan lakasi tashlab berilaveradi-a? Tashlab Tashlab akalar, razrezlari o'ta moshni kelishgan narsa ekan. O'ta ham zo'r mana. Uzunligi uka bir bo'yidan bir 10 sm uzun. Qo'chqorning uzunligi o'ta uzun. Garbonoslari kelishgan. Garbonoslar haqiqatan lekin gap yo'q. Qora variantidan uka. Toza arashan qora variantidan. Kelib chiqsa uka, arashanga hisor qo'shilgan gibrid bo'lgan bu. Gibrid. Qorasidan uka. Lekin haqiqatan qo'y o'ta katta ekan, gap yo'q. Qo'ydi bo'yi 1 metr oshirdi dedingiz-a? Bo'lgan xonadonimizga kelgan uka. Sovliqlarga qo'shdik. Sovliqlar qo'shdingiz. Tashi yaxshi. Tashi yaxshi ekan. Xudo xolasa Bir atrofda o'qib qoldi. urug'likka tavsiya qilib qo'yaveramiz. Tavsiya qilaveramiz. Akalar, mana urug'likka qo'chqor qidirib yurgan akalarimizga degan yaxshi niyatda. o'ta go'zal edi. Meni ham xonadonda yaxshi qo'ylar bo'lsin, qo'zlar bo'lsin deb yaxshi niyatda izlaringa akalarimizni aloqa chiqib so'radi uka. Akalar, aloqa chiqarasizlar qo'yni holatiga yarasha qo'yib beramiz uka. Xudo xolasa qo'y haqiqiy go'zal ekan. Toza simjunda o'ta elitasidan ekan qo'ylar. Haqiqiy elit arashan. O'ta eniga ham o'ta enli ekan jonivor. Quloqlari 20 pilus dedingiz-a? Quloq qarang. 20 pilusda. Mana. Quloq haqiqiy katta ekan. Garbonos o'ta boshqacha ekan. Shu arashanda toza liderni qilib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Narxini ham zo'r qilib qo'yib beramiz. Narxini ham yengil qilib, so'mda chiqarib berasiz, bu narxini xudo xolasa. Obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, narxini so'mda qilib, chiroyli qilib qo'yib beraveramiz. Islomjon aka, yo'qolsam buni eng o'sha qiziqarli joy deydi-yu, hamma kutgan joyda buni narxini yengil bo'ladiganini aytib qo'ygan, tortishmaydan qilib. Dollarda olinmagan, so'mda olingan. Xudo xolasa so'mda chiqarib Dollarda beraveramiz. ham bo'laveradi, hech kim so'zmaydi. Agar negativ eshitib turib negativ yozadiganlar bo'lsa, kommentariyada negativ yozmasdan o'zimga telefon qilib nima gaplar bo'lsa aytib qo'yishaveradi. Negativchilar uchun, negativchilar telefon qilaverasizlar, qanaqa gaplaring bo'lsa. Negativ yozadiganlar ham yo'q emas. Xo'p, uka buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm bo'lsa, 30 million so'm beramiz, ha. Dastavkalar? Dastlabki Toshkentgacha qilib beramiz. Dastavkalar Toshkentgacha. Yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa uka, aloqa chiqishaveradi. Agar arzisa, aloqa chiqsin, yoqqan bo'lsa uka. Yoqqan bo'lsa, agalar tavsiya qilib qolaman, urug'likka, zotga, qo'chqorni shu haqiqiy zo'ridan ekan, qo'ylaringga qo'shib, sovug'laringizni zo'ri bo'lsa qo'shib ko'paytirib yurganini tavsiya qilib qolaman mana. O'ta ham go'zaldan ekan. 30 million so'mga dastavkalar Toshkentgacha ekan, uni yo'g'i kelishilgan holatda. Aha, kelishilgan holatda. Sovlig'i ham bor dedingizmi buni? Uka sovlig'ini ko'rsatamiz. Sovlig'ini ko'rsatamiz. Mana akalar, hop, sovlig'imiz ham haqiqiy o'ta go'zalidan ekan jonivorni. Sovliq qo'chqor bilan kisra ko'piya. Haqiqatan shunaqa ekan. Lekin bo'yi unaqa emas. Bo'yi unaqa emas. Bo'yi 85 ga olishaveradi. Bo'yi 85 ga olishaveradi, xotirjam mana akalar. Tishi ham realniy bo'lsin mana. 6 ga chiqaribdi. Akalar, kanal yangi, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Bo'g'ozmas, o'z mana. Boladan ajragan ekan-a? Boladan ajragan ekan. Qo'chqor bo'lsa, agar qo'chqorda ikkalasi olaman desa ham zo'r bo'ladi. Ikkovini bir joyga olaman deganga ham kelishilaveradi-a? Bo'laveradi uka. Xudo xolasa akalar, aloqada o'tirib olasizlar. Narxlari ham o'ta kelishgan. Mana akalar, dumba tomonlarni ham ko'rsatamiz. Mashallah. Dumba ham tikkayri dumbadan ekan, obunachilar. Mana. Hali yelinda suti bilan turibdi. Maza qilib boqadi. Mana qo'ydi qarang. O'ta toza hisorini simjunidan elitasidan ekan. Qo'ydi kalalariga ham alohida baho berib qolamiz. Obunachilar haqiqiy qo'ydi, liderlarni olaman deganlar, qo'chqor soliq o'zim ko'paytirib zot olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Yosh 4-6 dedingiz-a, buni 4 dan. Xudo xolasa yosh qo'yagan. Yana 5-6 xotirjam bolasini olishaveradi.
Islomjon aka, buni ham narxini aytavering. Bu narxini bo'ladiganini ayting. Uka Yaqin qilib oladigan. so'mda qo'yib beramiz. So'm. 10 million so'm bo'lsa ketaveradi. 10 million 10 so'mga. million so'mga. Realni. Realni. Obunachilar mana. Uka saloqa chiqarasizlar. Toza hisorini elitasidan, zo'ridan qo'chqor sovug'i bo'lsin, zo'r bo'lsin, menda bitta bo'lsin degan akalarimizga mana 10 million so'mga chiqarib berdilar, xudo xolasa. Aloqa chiqaradi. Aloqa chiqaramiz. To'sh tomonlarni ko'ring, jonivor haqiqiy o'zi to'laydigan variantidan aka obunachilar. Telefon qilib ekrandagi nomerlarga 24 soat aloqada bo'lib turasizlar. Xudo xolasa qo'ylar, men o'ylaganimdan ancha arzon chiqdi, gap yo'q. Like'ni bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Islomjon aka, shular bugunga. Shular uka. Akalar like'ni bosib, kanal yangi-ku. kanal yangi. Biz 3 ta video qo'ydik. Buni o'qib qo'yavering. Bunaqasi bo'lmasa ham bundan zo'rini olib chiqishga harakat Xudo qilaveramiz. xolasa ana akamiz bilan xudo xolasa qo'yiladi. O'ta zo'rlarni sizlarga chiqarib berib, narxlarini ham qo'ldan kelgancha yengil qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shunaqa qo'ylardan hammamizni qo'ralarimizda yuzta boqish nasib qilsin.